Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana ushbu ishimiz Jizzax viloyatida ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sizlarga taklif qiladigan ishimiz konteyner temir mahsulotidan, mana shunday temir mahsulotlardan tom yoki naves siz xohlagan turdagi molxona yoki o'ta katta obyektlarni tomini yopish kerak bo'lsa, ekrandagi turgan raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ushbu tomimiz 2 kat konvert bo'lyapti. Konvert hozir bir tarafi tayyor, ikkinchi tarafi ertaga xudo xolasa nasib qilsa ustalarimiz bitirishadi. Xuddi mana shu tomga o'xshab chiqadi. Xuddi shu bilan bir xil bo'lib. Kimga ushbu xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Narxlarni kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu konvertimizni biz endi ustalar tilida qo'li deymiz. Qo'l qismlari, mana firmalari, hamma mahsulotlar, temirlar o'zimizdan bo'ladi. Sizdan faqat ustani yemog'i, ichmog'i bilan shu yotoq joy qilib bersanglar bo'ldi. Aloqaga chiqinglar. Sifatli xizmat, tez va hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Ushbu videoga like bosib qo'yinglar. Shunaqa ish qidirib, shunaqa ustalar qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Rahmat.